Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Xalq deputatlari tuman kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiya o'z yig'ilishini boshlaydi. Kun tartibidagi masala Jondor tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida kun tartibidagi masalamiz bor. Axborot berish uchun so'z tuman iqtisodiyot va moliya bo'limi mas'ul xodimi Sheraliyev Mirjahonga beriladi. Rahmat. Assalomu alaykum, yig'ilish qatnashuvchilari. Jondor tuman mahalliy byudjetining qo'shimcha mablag'lari hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risida taklifimiz bor edi. Shuni eshitishsin. Tuman mustaqillik MFI hududida jami 436 ga tomorqa yer va ekin maydonlarini sug'orish uchun xizmat qiluvchi 1,2 kilometr uzunlikdagi ariq mavjud bo'lib, uning suv o'tkazish qobiliyati 0,5 metr kub sekund. Ushbu ariq To'ro'biy kanalida suv o'tadi. Ariq to'liq 0,2 kilometr tuproq o'zanlik bo'lganligi sababli hozirgi kunda ishi holatini yo'qotgan. Unda suv yo'qotish kattaligi sababli suvni oxirgi yer maydonigacha olib kelish imkoniyati yo'q. Sug'orish mavsumida tomorqa yer maydonlari suv ta'minotini yaxshilash hamda fermer xo'jaliklarining ekin maydonlarini sug'orishdagi muammolarni bartaraf etish maqsadida ariqni betonlashtirish xarajatlari uchun 110 million so'm mablag' ajratildi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12 sentyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda mahsulot yetishtirishning uzluksizligini ta'minlash va yerda foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha tadbirlar to'g'risidagi PFBZ 2 sonli farmoyishlariga asosan ajratilgan mablag'.